Bugun O'zbekiston aholisining 60% dan ortig'ini yoshlar tashkil etadi. Demak, O'zbekiston ushbu keng katta qatlamni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratgan. Bugun dunyo sahnida yoshlarimizni o'ziga xos ovozi bor. Ular sportda deysizmi, san'atda deysizmi, albatta ijodda deysizmi, har tomonlama o'zlarining mahoratlarini ko'rsatishyapti. Bu jarayonda vohalik yoshlarning ham hissasi, ulushi bor desam yanglish aytmagan bo'laman. Albatta, bugun sarhisob qiladigan bo'lsak, 2025-yil vohalik yoshlar uchun qanday yil bo'ldi? Ular yana nimalarga erisha oldi? Bugungi reportajimizda shu kabi savollarga javob izlaymiz. Yil boshida 14-30 yosh toifasidagi yoshlarning ijtimoiy holati tahlil qilinib, ular 3 toifaga ajratildi. Jumladan, 456.634 nafar yosh yaxshi, 305.211 nafari o'rta, 12.150 nafari esa og'ir ijtimoiy ahvolda ekani aniqlandi. Bu holat yoshlar bilan manzilli va tizimli ishlash zarurligini ko'rsatdi. 2025-yilda Surxondaryo viloyatida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Birgina misol, bandligi ta'minlangan yoshlar 7812 nafarni tashkil qiladigan bo'lsa, viloyat va tuman shahardagi 357 nafar tashkilot rahbarlariga biriktirilib berilib, o'shalar misolida ish tashkil qilindi. Bunda asosiy maqsad o'sha yosh bilan ma'lum bir tashkilotga 20 ta yosh biriktiriladigan bo'lsa, shu 20 ta yoshning bandligini qaysi yo'nalishlarda yer ajratish, kredit ajratish, doimiy ishga joylashtirish, tartibli ravishda migratsiyaga yuborish, ta'limni keyingi bosqichga jalb qilish boralarida ishlar amalga oshirildi. Bundan tashqari, bitiruvchi yoshlarimizni mehnat bozoriga kirib kelgan 2025-yilda 16 mingdan ziyod bitiruvchi yoshlarimiz tumanlarda bandlik dasturi ishlab chiqilib, o'sha orqali bandligi ta'minlandi. Birgina misol, bandlik dasturini o'zi oladigan bo'lsak, 7812 nafar yoshlarimiz ichidan 1073 nafar tadbirkorlik uchun 21 milliarddan ziyod kredit ajratib berildi. Bu faqat birgina 7812 nafar ishsiz yoshlar dasturimizning ichida qamrab olingani o'zi. Bundan tashqari 30 mingga yaqin maqsadli ko'rsatish doirasida yoshlarimizni bandligi ta'minlandi. Bunda maqsadli ko'rsatishimiz doirasida 9,5 mingdan ortig'i doimiy ishga joylashtirildi, 8 mingdan ortiq yoshlar kasb-hunarga o'qitildi, 7721 nafar yoshlarga 205 milliard so'm atrofida kredit ajratildi, 1698 nafar yoshlarga yer maydoni ajratildi, 248 nafar yoshlarga subsidiya ajratildi. Qiziriq tumanidagi Kunchiqish mahallasida yashovchi Bekzod Eshboyev bir necha yil davomida xorijda mehnat migratsiyasida bo'lib, oilasi iqtisodini ta'minlab kelgan. Vatanga qaytgach, uning doimiy bandligini ta'minlash masalasi mahalliy mutasaddilar tomonidan o'rganilib, manzilli amaliy yordam ko'rsatildi. Bekzod tadbirkorlik faoliyatini boshlashga qaror qildi. Qisqa vaqt ichida u temirchilik sexini yo'lga qo'yib, turli xil metal konstruksiyalarni ishlab chiqarishni boshladi. Mahallamiz yoshlar yetakchisi maslahatlashib, mana shu yo'nalish Rossiyada ishlab kelganim uchun bu yo'nalishni shu yerda olib borishga maslahat qildik. 100 million kredit oldim. Hozirda 4 nafar o'zim kabi yoshlarni ish bilan ta'minlaganman. Kelajakdagi maqsad mana shu yo'nalishni kengaytirib, ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlamoqchimiz. Mana shunday sharoitlar yaratib bergani uchun muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat aytamiz. So'nggi 7 yil mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iste'dod va salohiyatini to'la ro'yobga chiqarish yo'lida haqiqiy katta sakrash davri bo'ldi. Xususan, oliy ta'lim bilan qamrov 9% dan 42% ga yetdi. Mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalari soni esa 77 tadan 212 tagacha ko'paydi. 7 yil ilgari Surxondaryo viloyatida bor yo'g'i bitta oliy ta'lim muassasasi faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 6 taga yetdi. O'zimiz ham shu shart-sharoitlardan foydalandik. 2025-yilda prezidentimiz yoshlar bilan juda ham ko'p uchrashdi. Yoshlarga juda ham ko'p yangiliklar, shart-sharoitlar yaratdi. Buning namunasi sifatida men ham mana shu 2025-yilda yoshlar parlamentiga saylovda ishtirok etib, Surxondaryo nomidan parlamentda o'z ovozimga ega bo'ldim va Surxondaryodagi yoshlarning taklif tashabbuslarini parlamentda ilgari surmoqdaman. Umuman olganda 2025-yilda Surxondaryo viloyatini yoshlar uchun ham juda ham omadli yil bo'lib o'tdi. Yoshlar uchun nima kerak bo'lgan bo'lsa, bu 2025-yilda hammasi Surxondaryoda bo'ldi. Turizm ko'chalari 24/7 ishlab turadigan, bu yoshlarga kerak edi. Va biz yoshlar bundan juda ham xursand bo'ldik. O'zim ham yil talabasi bo'ldim. Bu ham men uchun katta sharaf ham mas'uliyatli 2025-yilda e'tiborlarim. Hozirgi kunda viloyatdagi barcha ta'lim muassasalarida bir qator loyihalar tizimli joriy etilgan. Xususan, Ibrat farzandlari loyihasi orqali 144.275 nafar yigit-qizlar 22 dan ortiq xorijiy tillarni o'rganib kelmoqda. 18 mingdan ortiq foydalanuvchi sertifikatga ega bo'lgan. Mutolaa loyihasiga 158 mingdan ortiq vohalik foydalanuvchi qamrab olingan. Yoshlar ishlari agentligi loyihalaridan bittasi o'sha Ibrat farzandlar loyihasi. Misol uchun, 22 dan ortiq tillar bo'yicha shu Surxondaryo viloyatida 2025-yil 145 mingdan ortiq yoshlarimiz xorijiy tillarni o'rganib, misol tariqasida ingliz tili, rus tili, koreys tili
bu tillarni bemalol o'rganishib kelishmoqda. Mutolaa loyihasini olsak, mutolaa o'sha kitoblarda eshitish orqali, video ko'rish orqali bemalol tinglashadi. Bundan tashqari shu ko'zda ojiz bo'lgan yoshlarimiz uchun juda foydali. O'sha kitoblar xohlagan turdagi kitoblarni eshitib, tinglashi mumkin, mutolaa qilish mumkin. Misol uchun Vazirlar Mahkamasining 209-sonli qarorlari bor. Xorij tillar bo'yicha yuqori ball olgan yoshlarimizni kompensatsiya pullarini qoplab berish bo'yicha qarorlar chiqqan. Bu yoshlarimiz uchun juda ham bir imkoniyatlar katta. Misol uchun ilgari unday yoshlarimizni o'sha xalqaro sertifikat olishlari uchun pul to'lovi uchun kompensatsiya pullari yana qaytarib berilmasdi. Hozir bu juda yoshlarimiz uchun ma'qul tushdi, ham yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun tashabbus deb bilaman. Bugun ko'plab yoshlarimiz 6+2 platformasi haqida, umuman loyihasi haqida bilishni xohlaydi-da. Shu haqda ham to'xtalib o'tsangiz, bu o'zi qanaqa loyiha, u qanday ishlaydi? Yaqindagina mana Vazirlar Mahkamasining qarorlari chiqdi. Yoshlarni o'quv markazlariga xorij tillarga o'qitish uchun yana subsidiya ajratish, o'quv markazlarini rag'batlantirish maqsadida o'sha qarorlar chiqqan. Bu yoshlarimiz uchun juda ham katta imkoniyat. Bu loyihaning asosiy maqsadi shu yoshlarimizni o'sha xorij tillarga o'qitish. Ya'ni ingliz tili, nemis tili, koreys tili, xitoy tili, yapon tili bo'yicha o'sha tillar bo'yicha o'qitish hisoblanadi. Ya'ni 2+6 dasturi bu ko'p yoshlarimizdan murojaatlar tushyapti, qiziqyapti. 2+6 dasturi bu avvalambor o'sha yoshning o'zi dastlab o'qish xarajatini 2 oyini oldin o'zi to'laydi. Undan keyin 6 oyligini Yoshlar ishlari agentligi tomonidan qoplab beriladi. O'qish istagi bo'lgan yosh albatta o'sha xalqaro sertifikat tenglashtirilgan milliy sertifikat hamda o'sha xalqaro sertifikatdan eng kamida ham o'sha B1 darajada ega bo'lish kerak. Bundan tashqari o'sha Ibrat farzandlarini sertifikat yana yaqinda ishlab chiqilyapti. Mana yil boshidan boshlab o'sha maxsus sertifikat ishga tushadi. Xuddi mana Ibrat farzandlaridan biz kurslarda onlayn tarzda o'qib sertifikat olardik. Endi bundan tashqari 2+6 dastur uchun ya'ni maxsus sertifikat ishlab chiqilyapti. U ham xuddi shunday Ibrat farzandlar platformasidan bemalol o'qib, o'zlashtirib o'sha sertifikatni olgandan keyin 2+6 dasturda yosh o'qishi mumkin. 2025-yil sarhisob qiladigan bo'lsak, vohalik o'g'il-qizlar bu platformalardan, bu loyihalardan samarali foydalana oldi deb ayta olasizmi? Albatta, hozirgi kunda misol uchun oddiygina bitta misol tariqasida aytishim mumkin. Hozir Ustoz AI loyihasi, ya'ni yoshlarimizni o'sha dasturlash, IT, boshqa kasb hunarlarga o'rgatish platformani hisoblanadi. Bunda Ustoz AI loyihasi orqali o'sha yoshlarimiz hozirgi kunda o'qib sertifikat olish bo'yicha Surxondaryo viloyati butun respublikamiz bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Bundan tashqari o'sha Qizlar akademiyasi bor. O'sha qizlarimizni kasblarga o'qitish yo'nalishlar bo'yicha onlayn platforma hisoblanadi. Darslar o'zlashtirishda Surxondaryo viloyati hozirgi kunda birinchi o'rinda turibdi yoshlarimiz. Bilasizmi? Bir tendensiya bor. Vohalik yoshlar hamisha 5 tashabbus olimpiadasida yuqori o'rinlarni qayd etishgan. 2023-yilda ham, 2024-yilda ham, 2025-yilda ham. Demak, bu an'ana hech ham o'zgarmasdan kelyapti. Bu nimaning evaziga? Albatta, bu doimiy harakat va tinimsiz mehnatning natijasidir. Bugungi kunga qadar 5 tashabbus olimpiadasi sport musobaqalarida respublikada g'olib va sovrindor bo'lgan mahallalarda 2024-yil yakunigacha jami 91 ta sport maydonchalari qurilgan bo'lsa, 2025-yilda esa ular soni yana 10 taga oshdi. Mazkur olimpiada doirasida o'tkazilgan respublika final musobaqalari natijalariga ko'ra, viloyat yoshlari jami 28 ta medalga sazovor bo'lib, shundan 12 ta oltin, 3 ta kumush va 13 ta bronza medallarni qo'lga kiritishdi. 10 yoshimdan beri shashka shaxmat musobaqalariga qatnashaman. Shu natijaga yetishimga bobojonim sababli yetishganman. Undan tashqari ustozlarim ko'maklashgan, ota-onam har doim meni qo'llab-quvvatlagan. Mahalliy yetakchimiz uyimizga kelib, 5 tashabbus olimpiadasida sport turlari haqida tanishtirdi. Ulardan men shaxmat, shashka sport turlaridan ro'yxatdan o'tdim. 2023-yili da shashka yo'nalishidan qatnashib, respublika bosqichigacha bordim. Afsuski, respublika bosqichida o'rin ololmay, yarim finalga chiqib qaytdim. Lekin men to'xtamadim. 2025-yil 5 tashabbus olimpiadasida shashka yo'nalishida birinchi o'rinni respublika bosqichiga borib qo'lga kiritdim. Bu lekin oson bo'lmadi. Raqiblar juda ham kuchli ekan. Toshkent shahri, viloyati, Sirdaryo, Samarqand raqiblarim bilan dona surdik va ulardan g'olib bo'lib birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Men respublikada o'rin olganimda juda ham xursand bo'ldim, chunki 2 marta respublikaga borib o'rin olmay qaytganman. Respublika bosqichi bilan to'xtab qolmayman nasib.
Osiyo chempionlari, jahon chempionlari bo'lishni oldimga maqsad qo'yganman. Surxondaryo viloyatida ro'yxatdan o'tganlar 800 mingdan ortiq bo'lgan. U statistikani ko'paytirdik, ya'ni 1 milliondan ortiq yoshlar o'zini iqtidordan kelib chiqqan holatda beshtashabbus.uz saytidan, platformasidan ro'yxatdan o'tishdi. O'shandan jalb etilganlar, ya'ni o'zi xohishi, vaqtiga qarab kelganlar esa 900 mingdan ortiq bo'ldi. Surxondaryo viloyati respublikada o'zini faxrli o'rni bilan hali ham turibdi. Muhtaram yurtboshimizda avvalo 92-sonli qarorlarga binoan mahallada yoshlar yetakchilari tashkil etildi. O'sha qarorda keltirib o'tilgan 5 tashabbus olimpiadasini tashkil qilish hamda ularni saviyali o'tkazish. O'shanda yoshlarimiz oldin kashf etilmagan yoshlar bor edi. Ya'ni qanaqadir borish kelish xarajatlarini qoplay olmaydi. O'sha uchun Yoshlar ishlari agentligi tomonidan juda ham katta loyihalarni bizlar o'tkazyapmiz, olimpiadalarda o'tkazyapmiz. Hozir biz mana workout va streetball maydonchasida turibmiz. Bu kabi maydonchalar 5 tashabbus olimpiadasining mevasi hisoblanadi bugungi kunda. Albatta. Surxondaryoda 2025-yilda qancha hududlarda bu kabi maydonchalar qurilishiga erishildi? Respublikada sport yo'nalishi bo'yicha faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olganlarni barchasini tumanlarda, mahallalarda 10 dan ortiq sport maydonchalari barpo etildi yoshlarimiz tomonidan. Chunki ularning mehnati avvalo. Shuningdek, Bozotov Fest Yoshlar ovozi tanlovining respublika bosqichida Surxondaryo viloyatidan 3 ta yosh toifasida 4 ta yo'nalishda ishtirok etgan 10 dan ortiq yigit-qizlar faxrli o'rinlarni egalladi. 2025-yil eng menga yaxshi yil bo'ldi. Men Bozotov festivaliga qatnashdim, tadbirlarga bordim, o'zimga do'stlar orttirdim. Bozotov festivalida nechinchi o'rinni oldingiz? 3-o'rinda qo'lga kiritdim. Nasib 2026-yil 1-o'rinda qo'lga kiritaman. Yana baxshilarimiz uchun yana qanaqa tanlovlarimiz bor? Baxshilarga Kamalak sardorlari konkursi bo'lib o'tdi. Yoshlar ovozida juda ko'p tanlovlar. 2025-yilda nechta doston o'rgandingiz? 2025-yilda ustoz Qodir Baxshining Jorxonistonni yarimga kelib qoldim. Sujjetini o'qib boryapman. Nasib mana shu 2026gacha tugab qoladi. Hey, yilda yurib davran suraman. Hey, otlar minib bu yillarda yuraman. Hey, butun Surxondaryo yoshlariga bir maydon terma aytaman. Hey. 2025-yilda maktablarda amalga oshirilgan dolzarb 90 kunlik tadbirlari o'quvchilarning ta'limdan tashqari vaqtlarini mazmunli tashkil etishda muhim o'rin tutdi. Dolzarb 90 kun doirasida 7058 nafar ishtirokchilarning 3590 nafari alohida tadbirlarda faol ishtirok etishdi. Shu bilan birga O'zbekistonda ilk bor mahallalar kesimida bolalar harakati sardorlari saylovi yo'lga qo'yilib, mazkur tashabbus 10-18 yoshdagi bolalarda vatanparvarlik, yetakchilik va jamoatchilik faolligini rivojlantirishga xizmat qildi. Biz oldin maktabda sardorlar saylovlarini o'tkazib, maktabda sardorlarni faoliyatini yo'lga qo'ygan bo'lsak, endilikda biz mahallalarda, ya'ni viloyatimizdagi mahallada bolalar harakati sardorlari faoliyatini tizimli yo'lga qo'ymoqdamiz. 2025-yil aynan Surxondaryoda sardorlar faoliyati uchun ham qaysidir ma'noda ko'plab bir yutuqlarga boy yil bo'ldi. Ko'plab faoliyatimizdagi o'zgarishlar, umuman olganda tizimdagi ko'plab natijalarga erishdik. Aynan bizning bolalar tashkilotimiz tashkil etilganligiga 1 yil bo'lgan bo'lsa-da, yoz oylarida o'sha a'lo ta'til, dolzarb 90 kunlik loyihalarida viloyatimizdagi 9 ta o'sha bolalar dam olish maskanlarida turli xildagi aksiyalar, loyihalarni amalga oshirdik. Mana 2026-yilda aynan yanvar oylarida biz viloyat sardorlar kengashi a'zolari saylovlarini tashkil etamiz. Undan tashqari har bitta tizimda nafaqat faol bolalarni, balki aynan inklyuziv jihatdan o'sha yakka tartibda uyda ta'lim oladigan, imkoniyati cheklangan, nogironligi bo'lgan bolajonlarni ham biz loyihalarimizda jalb qilamiz. Aynan bevosita dolzarb 90 kunlik loyihalarda har bitta bola yoz davrida o'zi xohlagan kasbga o'qidi, o'zi xohlagan loyihalarda ishtirok etdi. Surxondaryo viloyatidagi 723 ta mahallada faoliyat ko'rsatadigan yoshlar yetakchilari ham yoshlar bilan ishlashda muhim o'rin egallaydi. 25-yilni sarhisob qilganimda umuman meni katta yutug'im bu yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikni bo'lmaganligi hamda yoshlarni o'zini kasbga bo'lgan qiziqishlari, ularni intilishlaridan kelib chiqib, ularni kasb-hunarga yo'naltirganimiz, til bo'yicha o'rgatishga jalb qilganimiz bu eng katta yutug'imiz deb bilaman. Mahallada yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish birinchi maqsad. Ularni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazsak,
ularda ertangi kunga nima ish qilishi yoki bo'lmasa o'zini oldiga qo'ygan katta bir rejalari bo'ladi. Misol uchun men bu kasb egasi bo'laman, men bu yo'nalishga ketaman, men sportchi bo'laman. Vaholanki hamma ham bilimni izidan keta olmaydi. Kasb hunar o'rgatamiz. O'sha kasb hunarni orqasidan ular o'zini kelajagini belgilaydi va o'shaning izidan ketadi. 2025-yilda sarf hisobi bo'yicha amalga oshirgan ishlarimiz, yutuqlarimiz talaygina hamda 2026-yilga ham o'zimiz oldimizga ulkan maqsadlarni qo'yib oldik va buni 2025-yildagi amalga oshmagan rejalarimizni ham 2026-yilda amalga oshirib, yoshlarimiz oldidagi, prezidentimiz oldidagi ishonchni oqlashga va'da beramiz. Muxtasar aytganda, yoshlar bilan ishlashning yangi bosqichga ko'tarilgani, yoshlar daftari imkoniyatlarining kengayotgani, o'g'il-qizlarning murojaatlarini ko'rib chiqishga alohida e'tibor berilayotgani surxondaryolik yoshlarning hayotida katta ijobiy o'zgarishlar yasadi. 2026-yil uchun aniq rejalar tuzib olingan. Kelgusi yutuqlar bundan-da salmoqli bo'lishi shubhasiz.